Assalomu alaykum radiojolar, yaxshimisizlar? Mana Qaraganda arena turibmiz. Tayyorman, formada keldim. Octagon selection. Hamma narsadan o'tdim, boshqa qildim. Saperligim veys qila olmabdi. Bittasi atmen bo'lib ketdi, uniga boshqa topdik, unisi ham veys qila olmadi, qo'ymayapti hozir. 66 kilogramm shuncha veys ganat qilish birinchi marta. Menga oson bo'lmadi, lekin padeshga qilayotganlarga, Zaprosdagi hamma odamlarni o'qidim. Abdushi rahmat. Jigarlarim nasib qilmagan ekan. Bu turnirda urushish, xudo xolasa yana turnirda ko'ramiz. Bu safarga solish kerak. O'zi ham motivatsiya bilan keldim. O'zi ham sizlarga bir ko'rsatmoqchi edim, qanaqa shou bo'lishini, qanaqa mazalar qilishlarini. Lekin hala hammasi Allohning izni bilan ekan, shunaqa bo'lish kerak ekan bo'ldi. Lekin tayyorman, mana 66 ga. 66 ga. Kela. Rayzada urushaman desang, ke bolajon.